Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana transportlar deganlarimiz tayyor bo'ldi. Buni ichini razmerlarga kelsa, ichini razmeri 1.40, joyi egallashib 1.75 joyga tushadi. Endi funksiyalarini ko'rsatib o'tamiz. Mana yosh bolalar ham bemalol ishlatadi, xudo xolasa. Bu stol bo'lgan holatlari, stolning razmerlari 68 ga 1.71. Bu yakka spalni holati. Spinkalarni yotoqroq holatda turishi, sal tikkaroq holatda turishi. O'tirib yosh bolalar bemalol foydalansa bo'ladi. Choy ichishlarga ham, dars qilishlarga ham qulay inshaalloh. Ishlashlari juda yengil. Yog'ochlar 100% sasdan bo'ladi, mexanizmlar rossiyskiy mexanizmda bo'ladi. Bu mana spalni bo'lgan holatlari. Endi shu holatda razmerlari 1.40 ga, uzunasi 2 metr bo'ldi. Asosiy mana mexanizmlarga e'tibor berib qo'yamiz. Rossiyskiy eng yaxshi mexanizmdan bo'ladi, xudo xolasa. Kimga shunday sifatli mebellar kerak bo'lsa, pastdagi nomer bilan aloqaga chiqaveramiz.